Alaykum aziz yurtdoshlar, mana navbatda ishimizni ham tugatib oldik inshaalloh, mana chiroyli qilib. Xo'p. Bu yerimizni bo'ylari 170, endi 230 bo'lgan. Bir 4 ko'z qildik. Mana yerdan bitta ochib berdik. Keyin aytib profilni o'zidan qilib berganmiz. Eshiklarimiz 205, bo'ylari 262. Bu yerga 4 ko'z qilib, o'rtadan 2 qavatli eshik ochilish qilganmiz. Xudo xolsa mana eshikka shadlanka to'qib berganmiz, gul. Eshik ajralib turish uchun, chiroyli chiqish uchun. Xo'p, mana yerda ham ko'rsatamiz. Ustullarni alkafon bilan o'raganmiz. Boshni chiqdi ama alkafonlarning orqasiga penalar qo'yib zo'r qilib berdik. Bu yog'i aynaklari bir qavat yo'qdek bo'ldi akalar. Bu yerda romimiz ham xuddi shunaqa 208, 207 oralig'i. Bularimiz bo'ylari ham shu 170, 4 ko'z qilib bittadan ochib qo'yganmiz akalar. Xo'p, ichkarini ko'rsatamiz. Ichkariga nima ish qilganlarimizni ham to'rtta-to'rtta tushuntirib o'tamiz akalar. Qani, operator. Keyin uchkani ham ko'rsatib qo'ying. Yaxshida bu o'sha xizmatlar 3 yil garantiyasi bilan qo'yib beryapmiz. Xo'p, ichkariga podg'onni qo'yib berganmiz akalar 20 lik. Xo'p, eshik ruchkasiga moslab, rom ruchkasini ham bir xilda tasvir qilib qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari ham mo'shning xudo xolasa. Bu tomonlariga ham mana podg'onlar qo'yib berganmiz. 20 lik. Mana ayna yo'q akalar. Tagitlar noto'g'ri o'lchab qo'yibdi, endi boshqa tek solamiz. Aynalar bir qavat bo'ldi, 20 lik podg'onni bu chekkadan tortib chiqib berganmiz. Xudo xolasa buni ham o'ringa qo'yib chiroyli qilib o'rnatdik. Xo'p, bu tomonga ikkita eshik chiroq qo'yib berganmiz akalar. Bu 85 bo'yi, eni necha edi endi? 87. Enidan. Hozir. Akalar 85 eni, bu 85 bo'yi. 2 ko'z qilib bir tomon ochib berganmiz. 2 qavatli eshik qo'yganmiz. Enlari 10 bo'lgan akalar. Bo'ylari 230 bo'lgan. Ichkalari yaxshidan ko'rib to'ring. Aynalar bir qavat oddiy olib qo'ygan ichkarilar akalar. Xo'p, bu yerga 90 ga 235 qo'yganmiz. Bu 235, 235 razmerli bir qanotli eshik qo'yganmiz. Xudo xolasa bu ham ochilib yopilishlari ham go'zal. Taglari alkafon bo'lgan akalar. O'ringa qo'yib chiroyli qilib o'rnatib qo'ydik. Bu chekkaga ham o'tashi 185 ga 85 razmerdagi romimiz qo'yib berdik. Akfa mahsulotlar akalar. Aynalar bir qavat yo'q. Keyin tashqarida bitta ko'rsataylik. Tashqarida oldin kelgan ishlarimiz ham bor. Faqat ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mana akalar, 2 yil oldin kelgan ishlarimiz ham mana to'g'risi chiroyli turibdi. Holatlari juda go'zal. Endi 2 yil oldin alkafon bilan o'ramagan ekanmiz. Bu ham bizning o'zimiz xatoyimiz bo'lgan ekan. Shu paytda xudo xolasa hozir bunaqa narsa yo'q endi. Bular emas, 4 ko'zdan qilib berganmiz. Bular emas 235 atrofida, 240 atrofida razmerlarimiz. Xo'p, akalar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa nomerda yozib qoldiraman. Bundan da qiziq videolar hali oldin obuna bo'lib qo'ysanglar, videomiz sal manfaatli bo'lardi.